Ko'ryapsanmi udardi? Yaxmalik qilaman deb urganimda. Ozgina to'palag'im bo'ldi. To'palag'im bo'ldi, bir 30 ta 40 tasi ushlab olibdi meni. Yo'limni to'sib. Yomon qildim ular. Nima qilding? Bir o'rnimda tursam 15 tasi yerda yotib, qolgani qochib ketdi. Ana o'rtoqlar ichkiga uzoqdan kuzatib turdik. Hammasini urib qo'ydingiz. Chaqal ustida shunaqa fe'lim bor. O'zim ham bilmay qolaman urgani. Ha, shuning uchun shamol deyishadi. 25 yil, hozir 25 yil o'qidim. Karate, kung fu, rukopashniy bo'y. Hammasini o'qidim. 3-4 tasi kelibdi, uzr so'raganim. Ya, telefon qilib onlayn gaplashaylik. Yo'q, men charchaganman-da. Pulmul bo'lsa beray. Yo'q. Ha, ovora qilmayman qo'lim. O'rganib qolamiz. Qo'limni ovora qilmayman. Ya, bu yaxshi bolalar bilan, o'g'ayni. Endi hozir bo'yga ketyapman men. Hop, sxotga bormi? Sxotga bor, keyin shu urushib berasiz, bittasi bor dedi. Men endi kamiz uchun urushib beraman. Endi Shamol akamni nimalariga obro'. 180 kilo ekan. Raqibim. Hech narsa emas menga. Men yelkaga chiqib olsam bo'ldi. Yelkaga chiqib olsam urib tashlayman. Yelkani nima qilamiz? Hay, yelkadagi hamma gap. Shunda ko'ziga qumchachasam o'zi yo'qolib qoladi. Endi zo'r nozik o'tkazish. Bir siqim qilib olaman nima endi. Shamol aka chap qo'lingizni kuchli deyishadi. O'shancha tez dam oldiryapman. Qashqa qilay qo'lim dam oladi. Dam oladi. Bir kun dam olmasa qiyin. O'zimga ham bo'ysimay qoladi ba'zi.